Hyuna sahnada yiqilib tushdi. Bu yoqqa emas. Bugungi mavzuyimiz bizda Hyuna. Keringlar, bu qiz haqida menimcha o'tgan yildan beri eshitgansizlar bu qiz haqida lichni, потому что u qiz hozir erga teggan aybdor qiz. Oldin Don bilan birga okey, Don bilan birga artistlik karyerasini davom etgan edi va o'ylabsizki o'sha payt uchrashyapti deb yurishuvdi, no unaqa emas. Keringlar birga shu haqida gaplashamiz. Boshlaymiz 2024-yildan. Вообще ular birga Don bilan Hyuna, kim bilsa biladi, kim bilmasa internetda ko'rish mumkin. Men boshida hamma narsani nechinchi yil barobar aytib o'tirmayman. К делу. Сразу ishga tushamiz. Ya'ni Hyuna bilan Don gruppa bitta bo'lishgan, duet bo'lishgan va orada ular o'zi uchrashyaptimi, shunaqa mish-mishlar har xil подтверждение bo'lgandi menimcha. И oxiri ular ajralishdi. Вот, hech kim buni kutmadi. O'tgan yil shu narsa bo'lgan. И ajralgandan keyin Hyuna vaqt o'tib, yarim yil o'tdi, shu oktyabrga qarab 24-yilda uni yo'q, oktyabrga emas, vohliroq hamma biladi 9 oy ichida uchrashib yurdi. Bitta bola bilan Junhyun degan bola bilan. U bola esa juda ham skandalniy bola. Nimaga? Chunki ko'p emas, endi bir narsa ishda qatnashib qo'ygan emas. Lekin hozir shu haqida gapirib beraman. Mana shu uchrashish ma'lum qilgandan keyin post qo'yib o'zini Instagram akkauntiga Hyuna ko'pchilik undan отписываться qilishdi. Ya'ni faqat подписчикlar, fanatlar emas, balki artistlar hamdir. Bir nechta ishda, то есть Burning Sun degan ishda aralashgan. Burning Sun degan ish esa bu shunaqa o'sha paytlarda обвинение qo'yishgan, то есть uni ayblashgan. Qaysidir chatda o'tirgan, o'sha chatda uyatsiz videolar, uyatsiz narsalar yuborilgan, shu narsalarda qatnashgan bu. Shu sababli uni hate qilib, вообще butun Koreya atmen qilib yubordi. U bola esa вообще Highlights degan guruhda ishtirokchisi bo'lgan. O'tanam, конечно, xayr, birinchi o'chakda. Вот. И shu sababli ko'pchilik hate qilishdi. Ladno uchrashib yurish kim bilan bo'lsa ham, no, именно shu bilan, shu bolani tanlaganing uchun nimaga, kim bilan, fanatlar ham, artistlar ham, o'rtoqlar ham hammasi bilishmayapti. Nimaga именно shu bolani tanlayapsan? Который problema bor. Ну, come on. Sen uchrashlarmi deylar agar tipa yosh ko'p qolgan odamlar, ну, aniqda mayli. Tushunaman, u hamma o'zining ishi bu, o'zining tanlovi, barobatar, bla bla bla. Buni hamma narsani bilamiz. Ammo to'g'risi menga ham sal g'alatiroq, chunki bu okey, 1 yil o'tdi. 1 yil o'tgandan keyin 1-2 yil, 1,5 yil o'tdi. Unaqa yomon narsa bo'lgani yo'q. Shuning uchun menimcha hamma narsa hozir yaxshi. Shuni aytmoqchimanki, eslashim bo'yicha shu oktyabrlardami to'yi bo'lgan. Yili vohliroq yo'q, yozlarda bo'lganmi? Короче, o'tgan yili bo'lgan. Bunga aksent qilmaymiz. To'yi bo'lgan. Hyunani shu bola bilan hamma опять yana hate tushdi, yana atmen qilishmoqchi bo'ldi, keyin опять Hyuna depressiyaga tushdi, nimadir bo'ldi, keyin 1 yil yo'q bo'ldi to'ydan keyin. Balki sahnani tashladimi deb o'yladim, shu bilan sahnani tashladimi, yo'qmi debdi. Ammo yaqinda Hyuna yangi albomi bilan qaytib keldi, yangi qo'shig'i bilan qaytib keldi va nihoyat bu Hyunaga o'xshamayapti. Undan oldin Hyuna juda ham sinib ketdi. To'g'ri aytaman, sinib ketdi. Sal vazni og'irroq bo'lgan. Uni ko'rishgan aeroportda, как бы oldingi Hyuna emas, вообще boshqacha. Lekin Hyunani aytishi bo'yicha, o'sha paytda u nabarot xursandroq edi, nabarot o'zini baxtli his qildi. Nimaga? Ba'zan bo'lsa ham baxtli his qildi, chunki unga yoqadi. Ammo qaytmoqchi bo'lgani uchun sahnaga unga raqs tush kerak bo'ladi. Raqs tushsa esa bilasizlar, uni og'irlik bo'ladi. Raqs bilan birga agar ba'zan bo'lsa, уже не привыкать, og'irligi tushayotgan ekan. O'shanga hozir 49 kilo adashmasam, zo'rg'a yetib borish 49 kiloga deyapti. 49 kilo bo'pti Hyuna. Osibdi. Yaqinda qaysidir konsertda o'zini ashosini aytayotgan paytda I'm not cool degan o'sha ashoni aytayotgan paytda bitta joyi bor, sahnasi, masalan, videoni ko'rsaman, o'sha yerda hamma obishni baqirishardi. Bu esa chorniy ekan bo'ldi. K-popda eng yomon narsa bu qora ekan, to'g'rimi? 뭐라고요? Shu narsa Hyuna bilan bo'ldi. Hech kim ashula aytmadi, hech kim podдержка qilmadi. Shunaqa.
voqea bo'ldi. No, ammo yana kuchli, o'zini anaqa qilmayapti, hosil qilib yig'lab o'tirmayapti. O'zini qo'lga olib, sahnaga qaytishga qaror qilib, oxiri konsertda bo'ldi. Konsertga o'xshagan kichkina выступление. И o'sha yerda men hozir asosan narsaga kelamiz. Yana yiqilib tushadi. Hamma har xil narsalar gapirishyapti, lekin men o'ylashim bo'yicha chista meni fikrim bu balki diyetadir. Ko'p adillar xushdan ketadi imенно diyetadir. Imенно o'zini golovkalarga qattiq ushlagani uchun, ozmoqchi bo'lgani uchun har doim nimadir bo'ladi. Liba sahnada, liba sahna ostida. Поэтому menimcha shu hamma diyetadir. O'zini просто mazasi qochgan. Esingizda bor bo'lsa, Chiminda ham 16-15-yilda shu narsa bo'lib o'tgan. Chimin o'zini shunda sahnaga shunda kirib ketdi, qapatib o'zini tashlagan. Kimdir yozdinglar, tipa, men faqat diyetasiga gapiraverasiz. Девочка моя, послушай меня. Men armiyman. Endi hozir shu videoga chiqqanim uchun gapirib qo'yib, men armiyman. Поэтому естественно, bitasiz yaqinroq taniyman, чем boshqa artistlarni, to'g'rimi? Xo'p, esimga kelsa boshqa artistlarni eslasam, it's not problem. Shuni gapirib o'taman. Boshqa artistlarni premyer qilib o'taman. No, я так хочу. Shu bilan Shu bilan Hyuna haqida xabarimiz tugadi. Da juda ham qisqa. No, zato agar sizlarga shunaqa qisqa roliklar oladigan bo'lsam, YouTube'ga ko'proq chiqaman. O'zingizlar aytinglar, o'zingizlar fikrlaringizni bildiringlar. Mana shunaqa kichkina roliklar qilib, mana shunaqa xabar olib chiqsam, sizlarga o'tadimi shu xabarlar? Или все-таки yig'ilib, полностью yarim soatli, 20 minutli, хотя бы 17 minutli rolik, katta rolik qilamiz, to'g'ri, obrazlar bilan boshqasi bilan, yo'q, bu qiziqroqmi? Lekin shunaqa roliklar odatda juda ham kech chiqadi. Juda ham 2 oyga cho'zilib ketdi. Oxirgi video. Okay, hamma bilan ko'rishguncha keyingi videogacha. Xayr. I'm not going to